ko'rinib turibdi. Qo'li bilan ochiqchasiga to'xtatib oldi. Na yordamchi hakam, na boshqa hakam bunga e'tibor qaratishmadi. Burchak zarbasi. Kim Shin-wook yana yuqoridan Nesterov to'pni qaytardi. Jeparov yiqilib tushdi. Yana hech narsa bo'lgani yo'q deb baholanmoqda. Yana bir urinish. Va koreyalik futbolchilar uchrashuvda hisobni ochishmoqda. Sariq kartochka ko'rsatildi hozir futbolchilarimizdan biriga. Hakamga e'tiroz bildirganliklari uchun. Sariq kartochka va bu yerda yordamchi hakam. Keling ko'ramiz. Avtogol. Ayslan Shorahmedov avtogol.